usta qo'yib oldingizmi mashinaga? Ha, bo'ldi, shu yerga deyapsiz. Xo'p. Kendingiz mochakada bo'lsa mo'yka deyapti, mashaqqatsiz bering. Endi ayollar foydalanadi-yu, udobniy bo'lsin deyapmiz. Mashinaga qo'yib qo'ying. Ha, bo'pti aka. Usta, ormang. Salomat bo'ling. Keldingizmi? Ha, aka shu unitazni motomonga qo'yib bersin deyapti-da, shu kendingiz mashaqqatsiz bersin deyapti. Ulgurmabman. Aka, mashina maslahatlashib keyin qiladi-da, jon aka. Mashaqqatsiz beravering, kendingiz mashaqqa bo'lsin deyapti-da. Ha, bo'pti. O'chkani mashinaga o'rnatib qo'yaveramizmi? Mana shu joyiga. Shu yerga qo'yib beraymi? Meni fikrimcha mashinaga qo'ysangiz zo'r bo'ladi. Aka, sizni fikringiz bu xonadonda inobatga olinmaydi ekanda aka. Shuning uchun kennadan yaxshilab maslahat qilib, keyin aytsangiz peridelka qilib yurmaymiz aka. Yo'q, qo'yib qo'ying sheyga. Yo'q, qo'yib qo'ying degan ishni ko'rdik aka. Bu aqllilik emasdan aka, boring siz kennadan so'rab bir toshli joyini bilib keling aka.